mushu bozordagi Saidi degan odamning o'g'lini izlab kelgan. Dadam bijak barib deb ketgili zamonlulab ketdi. Dadam nim bo'libdi? Sili nim bo'libla? Hech nima tushunmadim yaman. Sili bilan qumliq ichiganlik qana? O'tdadingmi yo biznim qildingmi? Qumliq kishgandan keyin men ko'pchilikni quruq aylantirib, u joyga amalba yiqilashtirmayman. Qumliq xalqi. Demak, qumliqli bo'lsa, ular bo'ladi ekan. Agar qumliq yutib ketsa, ularmi ko'chib ketadi ekan. Asosli maqsad yutib ketgan yo'ldoshlarni izlamoqchi bo'lyapmiz. O Saidi emas, balki uning qiyofatiga kirib olgan sirliq biri bo'lishi mumkin. Men sal qo'rqib qoldim. Shu tap hozirni tushunmagan deb o'ylayapman. Senlar qumliqdan chiqib ketsa, oldin ularni qaytarib beraman. Tekli makanda ko'rganlarim. Abdurin Alvasti Begim. 2-bölüm. 16-qism. Butun atrof qum xalqining nag'ma navosi bilan to'shib ketdi. Nurg'ulg'an soyiga o'xshash odamlar Kamolning toshga aylanib ketgan jismini cho'gilab usul o'ynashga tushib ketgan edi. Saidi yerni mushlab, yig'lab turib, avval Kamolni, ondan o'zini eg'zi qurib ketganga qadar tiladi. Ammo hech qanday ish asliga qaytmadi. Matquvan ig'ir o'rsinib, o'zining burunqidan battar azob ichida yashaydiganligini to'nib yetdi. Tunji qitim o'zining Kamol boshchiligidagi 4 odamni qumliqqa boshlab kirganligiga qattiq o'kindi. Hatto qumliq malikasining ko'z yishi mangzida qaytib qolgan edi. Bu Kamolning qumliq bilan mangulik xo'shlashganligini bildiradi. U o'z hayoti badaliga qumliq bilan odamlar o'tirisidagi ko'rikni buzib tashladi. Balkim hamma ish u orzu qilgandek tep-tinch holatida o'tishi mumkin. Va yoki Saidi bilan Matquvan qayta qumliqqa odam boshlab kelib, uning qilganlarini nolga tang qilishi mumkin. Saidi jini chiqib ketgandek bir joyda qaytib qolgan Lelini yudib ketib o'tadi. Ular toki qumliqdan ayrilib Xotan shahriga yetib kelganga qadar Leli hushiga kelmadi. Saidining chekisidan tar quyildi. Shundaqdimi u qilch yoltaymasdan Lelini yudib ib keldi. Ular doktorxonaga kelgandan keyin davolash unim berib, Leli hushiga keldi. Afsus, hech kimni taniyolmadi. Lekin Kamolning orzuidagidek bexatar turmushga ega bo'ldi. Saidi Lelini o'rlashtirib qo'ygandan keyin idorasiga qaytib, barliq ahvolni yuqoriga doklad qildi. Yuqoridan bu ishga astoydil bo'lib, qumliqqa qayta odam o'rlashtirmaydiganlikni qaror qildi. Sizningcha bu qumliqda zodi qanday xislat yoshiringandi? Tova deyman. Shuncha ko'p odam mush ish sababli g'oyib bo'lib ketdi. Idora boshlig'i Saidiga qarab shundoq dedi. Men bu qitam qumliq ichirib xeyli ko'p ishni boshdan kechirdim. Hech qachon yig'lab baxmabdim. Lekin oxirda Kamolga ichim og'irdi. Uning o'rnida men bo'lib qolsam-mo? Saidi birdam yig'lab olgandan keyin yana so'z boshladi. Men o balani kichik chig'ida qumliqda uchratgan. Shu chig'dagi chiroyi yelimi esimda. Lekin o kulib turib, valildab ko'yayotgan o'tga kishib ketdi desila.
u chog'dagi his tuyg'umni bo'ldilar baribir deb bersammi tushunmaylar. Saidi ko'z aynigini elib ko'zidagi yoshni surtib keyin ishxonadan chiqib ketdi. İdora boshlig'imi uni to'smadi. U sirtqa chiqqandan keyin yon telefonini elib oldingi kuni Matquvan yezib bergan nomerga telefon urmoqchi bo'ldi. Lekin xat bakli sat yezilgan bo'lg'achqa sallani farq etishmo tas edi. Saidi Matquvanni "Ay, savatsiz gacha. Ey, 6ni 9ga o'xshatib, 2ni 8 qilib qo'yganni ko'mamdigan." deb tilg'achi aron deganda Matquvonga telefon qildi. Telefon birdam sayrag'andan keyin telefonni uning ayoli oldi. Vay! Vay, achishliqma, achishto'lim ufkam. Men tunigan ko'rishgan Saydikingiz, Matquvon bormi uyda? Matquvan ishitib ketdi. O'zini bilmaydigan bu gaday yana qumliqqa qochgan chag'va. Voy, endi qanday qilaman? Telefondan yig'lamsirab anglangan ovoz Saidining oromini buzdi. Demak, Matquvon yana qumliqqa kirib ketdi. Ondaqda Matquvon zodi nemishqa bundaq qiladi? Shuncha yil orom deganda jam bo'lgan ayoli bilan baxtlik turmush kechirmay, yana nemishqa qumliqqa kirib ketadi? Saidi ishida Matquvonni sonsiz qitim tillab chiqdi. Uning buncha koyib ketishining sababi faqatla Matquvonning o'zini billa ilvonmaganligi uchun edi. Nima o'ylayapsiz, Qirgaday? Tuyuqsiz anglangan ovozdan Saidi cho'chib ketdi-da, darhol orqaga qarab Matquvonning turqidan kulib ketdi. Kostyum chopon bilan kalti ishtonni moslashtirib kiyib olgan Matquvon o'ng qo'lida go'shkir degach Saidiga qarab turadi. "Siz kiyim deganni kiyib qo'ydi kallajim, ha?" Sağlıkımızla hocam. Pekar şu kiyim kiyishga xamina. Shundoq yarashqanday qildi bo'lmasa. Vay, yarishib o'tabmi ketibdi. Ay, ma samsa xotanningmi? Saidi Matquvon ko'tarib olgan samsini ko'rsatdi. Matquvon o'ng qo'lidagi samsini eg'iziga tishlab turib, so'mkisidan yana bir samsini oldi-da Saidiga tangladi. Asla hocam. O'zim yapgan samsimoqmi? Mushu vaqtimi yeyishga ko'ngillari borkin. Chiqimsak qumliqqa kiygil olmaydi. Nima? Yana qumliq ichiramdiq. Abaskir Abdal. Herkes kamanın jasini tashlab qo'ymayman men. Uxlab bo'lsin chiqitma. Rastini desam, mening o bolani bakli ko'gim keldi. Undaqdinizda hocam. Baka yig'lab satdim men. Ha, o bolaga silima amroq qilib qipdi-da. Menmi yaxshilikni bitgan odam tursam. Ha, bo'libdi. Lekin shundaqdimi o'lganning oqisidan katkil olmaydi. Meningcha qumliqqa ham bitishmaylar. Vang boshliq bilan Kamolning umidi Lili bilan munosabatlik. Uning turmushini asli keltirib olishiga yordam qilalajima. Qanday qilmiz hocam? Sizlar berib bir parcha xat yozib kelsizlar, andan uni Liliga olib berlar. Silimi billah hocam. Ben qarsavat edem. Şunu xatni silja silamoqman. Ular shundoq maslahatlashib 5 kundan keyin bir parcha xatni ko'targanicha Lili yotgan doktorxonaga yetib keldi. Ular xatida mundoq yozgan edi. Qadrligim Lili. Ben Kamal. Ta'lim keldimi yoki taqdir shundaqmi bilmayman. Ko'zimni ochsam, qumliqda yetibdiman. Bejirmasa bo'lmaydigan yana bir zarur ish chiqib qoldi. Shu sababdan yana kon yo'lga ravon bo'ldim. Men qumliqdan qaytib chiqqandan keyin sizni baxtli qilaman. Meni kuting. Kamaldi. Lili xatni o'qigandan keyin birdam gangarab qoldi. Asliga kelibla Saidiga qarab dedi. Bu xat rostmi? Voy, apaqkum. Biz sizlarni aldab nima qilamiz, ha? Kamal sizdan ansirab bizni avatdi. U men qaytib kelguncha yaxshi davolangandan keyin yurtiga qaytib kallasini aram oldirib kelsin. Mening uning g'amkin holatini ko'rgim yo'q deydi. Saidi bilan Matquvonning o'yini Liliga ta'sir ko'rsatdi.
u ko'zidagi yoshlarni surtayotgandan keyin ertasi sahar doktorxonadan chiqib yurtiga qarab yo'lga chiqdi. Saydat ağa, men yurtimga berib dadamning dafn marosimini o'tkazayotgandan keyin qaytib kelaman. Agar Kamal kelib qolsa, u meni saqlab tursin. Maqafkim, xotirjam mengivasla. Saidi bilan Matquvon ikkisi Leleni yurtiga yo'lga solgandan keyin ozroq xotirjam bo'lib qoldi. Lekin ishlarning oxirini qanday yig'ishtirish kerak? Lele hamon bu ishlarni bilmasa bo'lmaydi. Ular ig'ir qadamlar bilan vokzaldan ayrilish uchun bir qancha qadam mengib turib edi. Saidiga telefon keldi. Vay, kim o? Hech kim. Boshliqni tanidingmi? Darhol idoraga kel. Qumliqdan qaytib chiqqan 20 mingga keldi. Saidi boshliqning so'zini anglab, yuragi tez so'qib ketdi. Ichida manolarni o'ylab ulgurdi. Acaba van boshliq? Yo'q, o emas. O iniqli o'lgan. Undaqda Kamalmi? Kamal iniqli toshqa aylanib ketgan tursa. Ammangni. Bu sadiq kimdir amdi? Nima o'ylayapsiz xo'jam? Nim bo'lita? Qumliqdan yangi odam qaytib chiqibdi. Darhol idora kel deydi shu. Xo'jam, rasida mukayya kum xalqdan biroz chiqqanmidi? Saidi atrofdagi odamlarga biraqor qarab o'tgandan keyin Matquvonga olib qo'ydi. Xo'jam, mening mushog'izimniza qumliq mahbitini. Vay. Voy bir yumsa eg'izlarni. Xalq bizni sarangmikin deb qiladi deyma. Ay. Matquvon gap qilmay eg'zini etib oldi. Orqadan ikkalan vokzaldan ayrilib, Saidining idorasiga qarab yo'lga chiqdi. Ular yetib kelgan chaqda eshik oldida ikki odam ularni saqlab turganligini ko'rdi. Shundaqqa ular dal oldingi qitim Kamal bilan birga qumliqqa kirib, ezib qolgan bo'y bilan Savbegim edi. Voy bu sili. Saidi savol nazari bilan ikkalanga qaradi. Orqadilla Savbegim Saidini quchoqlab ko'rishgandan keyin siz bo'lsangiz hayotgansiz a? Bu qitim qumliqdan bak tasti chiqdiq-juma. Oldin qitim Kamal bijtob adamini qumliqqa boshlab chidim deganda qilgan. Qasingli shudo deb o'ylab baxmabdi ekanmi jama? Saidi ajablanish ilkida eg'iz ochdi. Haras, sizlar qayda qilib qaytib chiqdinglar? Buni sizga deb beramayman. Ha? Biz birisining yordamida qaytib chiqdik. O kishining o'zini oshkorlig'isi yo'q ekan. Gapning negizi shuki, endi u ishlarni unutib ketayli. Qumliqqa bundan keyin oyoq bosmasaqlar bo'lmadimi? Bu gaplarni anglab, Saidi hayron qoldi. Qumliq milikisimi? Savbegim beshini chayqadi. Amasi van boshliqmi ya? Savbegim yana beshini chayqab turib. O odam o'lib ketibdi ekan-ku. Hay, sizlar bir xabar oldinglarmi? U odam hayotmikan ya? Voy yo'q, kimdo deb so'rab baqdim. Bo'ldi. Uning kimligi muhim emas. Amdiki gap bizning bu ishlardan qo'l uzishimizda qoldi. Savbegim, unda bo'lsa men eng oxirgi gapni so'ray. So'rasizlar. Sizlarga yordam qilgan edim. O'mi? Savbegimning chiroyi tuyuqsiz o'ngdi. U chechilib kayfiyatimi turoqsizlashib ketdi. Saydaxon, nimandaq og'zimni ko'laverlar, ha? Men Kamalni ko'rmadim. Sizlar gap tushunamlar ya? Nimandaq chechiladigan adam. Oy, men texi Kamalning ismini chiqarmadim. Menda qaylab baqsam, bizdan bir ishni yoshirvatamlar nima? Tekli makanda ko'rganlarim. Abdoring Alvasti begim. 2-bölüm. 17-qism.
yo'q, nima deydigansiz? Sobigim soxta kuldi. Men demakchi, mening deganim ish qilib o odamning o'zini oshkorlig'isi yo'q ekan. Men gapni ochiq deb qo'yay. Hamdi kim qumliqqa kirib yana chatoq teriydi ekan. Hargiz yuz xotir qilmayman. Shunga biz bu qitim qumliqning qisman joylarini kirish cheklangan rayon qilib bekitishni o'ylashdik. Bu qitim ishkonlarni chaqirishdagi asosli maqsad ezib ketib, yana qumliqqa berib qolmasliginglar uchun. Ha, maqa, biz ma endi qumliqqa chimaymiz. Yuring. Bir vaqt tamoq yeb, ondan qaytaylik. Shunda qilib, ular bir vaqt tamoq yeyishgandan keyin xo'shlashib ayrilishdi. Ular ayrilgandan keyin Savbegim nemishqidir Saidining yana qumliqqa berib chatoq chiqarib qo'yishidan ansirab qoldi. O'sha odam yana qumliqqa kirib chatoq chiqarib qo'yamikin deb ansirab qolib o'taman. Savbegim yiroqda qarab turgan Saidini ko'z tutib turib, buvayga shundoq dedi. Buvaymo Savbegimning yarisiga tuz sepgandek. Silicho, eg'izlari bak boshgan. Eliqa odam demang deb tursa, tas qoldilar ichib bildavatgili. Undaq gap qisini kim gumonlanmaydi, ha? Qaysi gapni xato qildim? Xubsalik qilyapamlar yo rost uqmayapamlar? Odamni titib qilmay desilichu. Qiri, Van boshliqning o'lganini sizga kim degan? Ha? Ularga Van boshliq o'libdi degan nima gap o'zi? Jim turib uqmas qisilib tursak, oshlar o'zida aytamasmi? Savbegim eg'iziga bir nechini urvatgandan keyin. Mening mush eg'izimniza, is. Yana bir muhim ish bor. Qaysi shu? Eng muhimi Lili. Mening ansiraydiganim da Lili. Bu ish bak murakkablashib ketdi. Vaqti kelganda biz barliq kuchimizni chiqarib, qumliqqa yana odam kirib kelishining oldini olsaqkan deyman. Sizlar o'zlarining kirib ketishining oldini olalamlar. Buvayning gapini anglab, Savbegim tunugunki ishlarni aslab ulgurdi. Shundoq, tex tunugulla Savbegimni qumliqqa kirish niyatidan buvay yondirgan edi. Eli hammo buvay qumliqqa kirayli degan 7 bo'g'imliq so'zni desa, Savbegimning o'zini tutib qola olishi tas edi. Yerimda sili bor. Shu xeyli xotirjam bo'lyapman. Buvay meyg'ida kulib qo'ygandan keyin dedi. Rostini desam, qumliq kirgudak rad qiluvsiz bir fursatni kutyapman. Meningmi shundoq qilg'im bor. Ammo biz texmi ko'p odamni o'ylashmasak bo'lmaydi. Ko'nalar deganda jim turgan yilonni o'rkutmaganimiz tuzuk. Ular uyga kelibmi yarim kechigacha mo'shundoq paranlashib, oxiri uxlab qolishdi. Lekin bu chaqda Saidi bilan Matquvan Saidining uyidagi o'rindiqda hech nima deyishmay, bir-biriga tikilib qarab turishadi. Uchun, sizlar beni estimaytlar yo uxlamaytlar. To'y kechisi xotnim bilan manda qolish baqmabdi ekanman. Ma kallamga Savbegimning gaplari chirplib oldi. Nadan o'ylasam bish qisman. Ojan, palapatishga qilmislar hujam. Aniq bidisizlar. Meningcha ularning o'z ichirib o'z chiqalishi mumkin emas. Cho'qim bishkim ularning chiqib ketishiga yordam qilgan gap. Shunda bo'lmay, albatta Melik yordam qilganmikin deytma. Malikima o'z bilib yordam qilmaydi. Malikini qoyil qilgan bishkim bor. Bu gapni anglab, Matquvan tuyuqsiz tok soqqandekla cho'chib ketdi. Ha, rost, men hajab o'ylab baqmabdiman ha. Tepbaqsliqina, o zodi kima? Cho'qim biz tunimayotgan bisimiki? Undaqda Savbegim bizdan yoshirib nima qiladi? Amisa Matquvan nachiqitim eg'izini o'mallatib demakchi bo'lgan gapini ichiga yutib atdi.
Saidimi boydan biri dal mush so'zni diyamay o'ltirgan bo'g'achqa Matquvanning nima demoqchi ekanligini tushungandek bo'ldi. Lekin ular oldirab eg'izidan chiqarammaydi. Chunki eg'izidan chiqargandan keyin ular cho'qim qumliqqa qaytib kirib, davomliq izdishi kerak edi. Hocam bir benimni silcha. Tushda qalab o'tirib ketganim adamning. Men Saidni kesib aytalaymanki, o odam cho'qim Kamal. Ağzıları bir kutmiken. Nemishqa? Agar Kamal bo'lmay qolsa, Kamal bo'lmasa amiz chima? Kamalni doğrab, ishga gadani gap qilgan qum xalqimikin detmichaman. Ay, emas. Saidi beshini chayqadi. Matquvan Saidining ko'zidagi ishonchni ko'rgandek bo'lib, bakla hayajonlandi. O o'ltirgan o'rindiqini ko'tarib Saidining yeniga qo'ygandan keyin o'ltirib so'radi. Nimishqa emas? Chunki boya savbigim, vang boshliq o'libdi dedi. O'ylab baxmamsiz? Bu ishni 4 odam biladi. Men, Leyli, yana siz uchaylan bu ishni uningga dedikmi? Yo'q. Ha, billi. Amiz cho'qim 4-odam bu ishni savbigimga degan bo'ladi. Ya'ni bizga savbigimning yoshirayotgani dal bo'g'anligi uchun bizga deb bermaydi. Deb bersa, bir odam jondan kechib bo'lsa-ma, qumliq chirda. Lekin o sizmi emas, menmi emas. Bu jina kim o? Leyli olmamda. Voy jon, tatitgan kunimiz varken tehi. Bu ömrümde taxtni izlab o'tib ketib oldim demen. Sizlarcha pek oson o'ylab vallah. Kamal hayot degan holatdimi? Hozir yuqoridan ruxsat ilib qumliq chirish bir masala. Qumliq chirib Kamalni tepish ikkinchi masala. Uni qaytirib chiqish qat'iy mumkin bo'lmaydigan uchinchi masala. Mushu nuqtadan aytganda qumliq chirish biz qat'iy qilishga bo'lmaydigan eng muhim masala. Emisa bormaymizmi? Ha, bormayla. Bara bo'p qasaqma, avliyo azamda karomatlik bishsi bo'lsa, andim borla. Adamning sonliqimizlar hocam. Nada varken o avliyo azam? Voy, avliyo azam yo'q, shunga bormaymiz degan gap bor. Unda degan bilan sizgaday qalab turmassizina, qaramgaday yasiz. Ular shundoq paranglashib, uxlamayla tong otqozdi. Ertasi sahar Matquvan ayolini xotirjam qilib qo'yish uchun xotanga qarab yo'lga chiqdi. U uyda 3 kun turib, ayoli bilan jam bo'lgandan keyin yana Qashqarga qaytib kelib, Saidi bilan birga Oqsuvga qarab yo'lga chiqdi. Ularning Oqsuvga kelishidagi maqsadi Kamalning dadisi bilan opsini yo'qlab kelgach, ularni xotirjam qilmoqchi edi. Ular ming taslikda Kamalning uyini topgandan keyin Matquvan eshikni yenik urdi. Eshik ochilgandan keyin Matquvan nima deyishini bilmay turib qoldi. Chunki eshikni ochqani dal Leyli edi. Abdan tuldimi? Sizlar kansizlar-ku. Biz Kamalning ota-onasini yo'qlab kelgan. Men qaysafkam. Sizlar bu yerda nima ish qillar? Saidi Leyliga qarab shundoq dedi. Men shu Kamalning kelishini saqlayotgan. Deganmagandek chaplashib oladi kaladaymi? Agar Kamal bir yil kelanmas qanday qiladi andan? Kelanmasa uning ota-onasini beqib o'tiraverman shu. Ammo adamning naq titdan tomirga tegadiganligi juma fikam. Nima dadamni uzib kelay deb oldig'ami bizni? Men sizlarni oldimidim. Aeroplanda berib bir kunda ishlarni bajarib yetib keldim. Hammasini hisoblasak aran 3 kun ketdi. Ha bo'libdi, ko'ngillari. Uyda kim bor? Uyda hech kim yo'q. Men atigandan beri Kamalning o'jirsini ratlab o'ltirdim. Bu gaplarni anglab Saidining ko'ngli g'ash bo'ldi. Leylining to'li yig'lab ishib qizirib ketgan ko'ziga qarab, texmi ko'ngli yerim bo'lib ketdi. Jumladan Saidining yana chidab turg'ida holi qolmadi. Dal shu vaqtning o'zida qumliqqa qaytib kirib Kamalni tepib chiqish, chiqolmasa birga o'lish qaroriga keldi. Chunki shunday qilganda o'ziga va Kamalga yuz kelalaydiganligini tushunib yetgan edi.
Leyli ukam, Kamalning uydagilar kelgicha biz bozorni aylangash turlajima. Leyli ma'qul degan ma'noda beshini lang'ishtirib kirib ketdi. Leyli kirib ketgandan keyin Matquvonmi past ovozda dedi. Hocam, biz kirib baqsaq futqa o'xshatjuma qumliqqa. Qayda deyla? Aşıqdan ayrılış azabı pek yaman neyse, menmu peşimden ötküzüp bakkan kalısla. Ma kız olattaki yaşken, çitap bulanmaz mı ki edetmeyce. Men Kamal'ın yardımında ayalımını iç kıvaldım. Manda közümle yumbilişka qatdi çizimden bakma. Sili kimisle meyli, üzüm yalğız olsun kirip çıkay. Aldırmısıla. Çırdıgan iş olsa, qum xalqi bilan kuch ilishaydigan bulab andın çirle. Ucul, çatak yergüsümüzle bakma. Herkes ilişkili olmayı dolu. Biz ilişanmagan bilan ilishalaydiganlar bormikin deymin ha? Halısla hocam, ul degen eyna. Kumgayılın alaydı, toğrak gıdısı, toğrak mı kalap durmaydı. Kural yarak kalkemizse ya, kanda koşumuza. Yalurmaktan başka amal yok oluq. Kinolarda ne qabirdan chiqqan murdalarni mi pishtirab qilib degan bu? Ashta adam rast bormikin deymin ha? Ay, kichik olda gapimizla bakma. U degan kino, bu degan reallik, o'xshamaydi manda. Dаңлық munbarlarga mush to'g'risida tema yo'llab boqimizmi ya? Nimaga na hocam munbar degan? Ey, ko'zimga sat ko'rinib, munbarnimi uqmayla deyla hamda. Hattani sanliqimizla hocam, shu uqmayotganmiz biz. Ay, bo'ldi mangsa, Leylining qishir kirpaqli, mangsa. Ular shundoq paranglashib ochiq eshikdan uy ichiga kirdi. Eshikdan kirib o'ngga qayrilsa Kamalning hujrasi ko'rinib turadi. Saidi Kamalning hujrasi oldiga kelib, Kamalning maykasini yuragiga besib turib edini puravatgan Leylini ko'rib, orqasiga yenib chiqib ketdi. Saidi bilan Matquvon eshik oldida o'ltirib, kunni kech qildi. Kech bo'lganda Kamalning ota-onasi eshik oldida paydo bo'ldi. Tejliq ma, tejliq, tejtolama, tejliq. Saidi Kamalning dadisiga qo'lini sunib ahvol so'radi. Ikkalan burunma bir qitim ko'rishgan bo'lg'achqa, Barat akami Saidini tezla esiga oldi. Siri heliqi. Men shu, Saydaxon degan men shu. Tanıdım. Qara, odasla. Ular qizg'in paranglashgandan keyin Barat aka mehmonlarni uyga taklif qildi. Ular uyga kirgandan keyin Barat aka Saidini oqsuv kovasida manti etib mehmon qilmoqchi bo'ldi va Saidi bilan Matquvonning unimig'iniga unimay, ularni bir kecha eb qoldi. Tamoq ustida ular qizg'in parangga tushib ketgan edi. Tekli makanda ko'rganlarim. Abdorin Alvasti Begim. 2. bölüm. 18. qism. Men qaylasam Aqsu kaosimi o'xshashlikin, lekin nomi bakchonkan. Saidi shundoq deb gap boshladi. Orqadan Barat aka ulapla. Aqsu kaosning bir necha hikoyasi bor. Manda ishmi bor deyla? Men Aqsu kaos to'g'risida bir necha rivoyat anglagan. Ammo menga eng ta'sir qilgan birsida mundaq so'zlangan. Burun bir dehqon o'tgan ekan. O kishining Gap shu yerga kelgan chog'da tuyuqsiz Saidining telefoni sayrab ketdi. O yanfonga qarab kulib ketdi. Chunki o necha kundan beri mushu nomerdan telefon kelishini kutib turgan edi. Bizdam o'tirib tursizlar, men mabijmini ilib olay. Saidi asta o'rnidan turib, sirtqa chiqib, telefonni oldi. Tejliqma. Tejliq. Yanfondan ovoz chiqayotgan odam Qashqarlik kishi. Saidi oldingi 3 kunda oningdan eng yomon polchidan birini tepib bergan deb yordam so'ragan. Amiriyatda Saidi polga ishonmaydi.
Bu qitim o faqat ta'liyini sinab boqmoqchi bo'lgan edi. Ha, yaxshi ish bormi? Kim abiz? Ben hazır iş edem toptum. Bizse katil palçı. Lan ikisi var o. Bak şiki ben uğurlaydı alırken. Bundan iken kerameti Evliya Azam'ın da üstkinci mi? Sevdiğin eli kullanma ama. Çokum tutmuş kalaydı ama. Saidi azroq hayajonlanib so'radi. Voy, ular qani? Darhol meni bir kurashtirib qo'yjimamsa? Şugunisi. Men bo'ldi. Şugunisi ola türmede. Voy, hidi jajjangni. Yine baka. Saidining kayfi uçdi. O telefonni qo'yib etmoqchi bo'lib turishiga yonfondan yana ovoz anglandi. Oğullarınız yaman adam eken. Sen mi hükümet hizmetçisi bolğanda eken? Bu işini yukarı iltimos qilib baksan bo'ladi. Qanda dedi. Qodramut, men sana deb qo'yay. Qumliqning ishini cho'ngaytishga qat'iy bo'lmaydi. Shunga bundaq quruq gaplarni qilma. Akam quruq gap emas deymi? Agar hozir Qashqar bo'lib qolsam kurashni. Saidi birdam o'ylangandan keyin yanada Qashqarga berib, uning bilan ko'rishib beqish qaroriga keldi. Chunki Qo'tir Ahmad azaldan ish qilganda chaqchaq aralashtirmaydi. Yana kelib bu qitim uning topqini rastilla odatdagi odamlar emasdek qiladi. Biroq hozir Saidining beshini qotirayotgani shuki, ular zodi qandoq jinoyat bilan turmaga kirib qolgan. Ularning jazo muddati qanchalik? Ular pat yaqinda chiqa olamdi. Agar chiqolmay qolsa, ularni qandoq elib chiqish kerak? Aniqla, bu bir tush. O shularni o'ylab kallasining ishchimi, teshimi qotdi. Qerishqandek Saidi Matquvon bilan Oqsuvdan ayrilgan chaqda Lelimo biror nimani sezib qolgandek ularning orqasiga kirib oldi. Endi qanday qilish kerak? Lelidan qochib qutulg'ili bo'lmasa, undaqda uningga rost gapni deyish kerakmi? Ish qilib bu qitim ular Oqsuvga kelib, cho'ng ziyon tortdi. Saidi kech soat 3 bilan manzilga yetib keldi. Qo'tir Ahmad hozirgacha uxlamay, ularni saqlab o'tirgan edi. Ular birdan paranglashgandan keyin Qo'tir Ahmad mashinaning eshigini ochib, Matquvonning yoniga chiqib o'tirdi. Saidining mashinasi 7 kishilik bo'lib, eng oxirgi ishga o'rindiqda Leyli yolg'ondan uyquga ketgan edi. Saidi Leylining uxlab qolganidan xursand bo'lib, past ovozda so'z boshladi. Hammamiz o'z odam. Nimali gap bo'lsa, da'vasan bo'ladi. Qo'tir Ahmad Saidining oldiga bir muncha nimalarni to'kkach. Men bu qadar 3 idim topdim. Birinchisi palchikan. Bu palchi hozir turmadi ekan. Nemishga chirib qapta, bildingmi? Nemishga bo'ldi. Pal ichib, qahni bank kartining maxfiy nomerini bilib oladi ekan. Yo, shuncha yomon turib pul o'g'irlabdimi? Ha. Mening chiqaramiz cho'ng'ini bilan kallasi ancha ishlaydi ekan. Qolgan ikkisi-chi? Qolgan ikkisimi Avliyoning o'ziga juma. Qandaq avliyo ekan u? Ularcha mushu jungodagi butun qavriga oyoq bis bo'libdi. Lekin o'g'ilmabdi. Ne xatarlarni boshdan kechirib, oxir ko'gida qavrimi qolmay, ishsiz qilib ketib, o'zini ma'lum qilibdi. O'g'ilmasa tutmaydi. Bunun o'g'ilgan ishlarim bakin shu. Ang muhimi-chi, ular o'z chigan qavrlarining o'rnini hukumatga daplamabdi. Ha, demak bir yomon g'ariz bor degan gap. Uni yomon g'araz degilma bo'lmaydi. Balkim qavrga bo'lgan mehr-muhabbati bor o'xshaydi. Shundaqmiki ya? Ularchi qachon chiqdi ekan? Bulapma palchi bizga lozim-da. Kamal hayotmi yo o'lakmi? Belova saqlam bo'ladi. Undaq oddiy ish bo'lib qolsa, berib ko'rishib, endi mijasakmi bo'la? Meningcha unda oson ko'rishgina bo'lmaydi.
Lekin Leliga bu ishni deyalgan bo'lsak, balkim Leli ko'rishib kelalishi mumkin-da. Ming demagan bilan uning dadasi Wang boshli xeyli peshqadam odamda. Leli mo harbiy sabti turib baqqan, tonish bilishlari ko'p. Bizga qaraganda xeyli yo'li chiq. Saidi shundoq degach afsuslanib qo'ydi. Biroq u shu topda Lelining o'g'irliqchi tanishayotganligini bilmaydi. Hay, manda qilamtimiz ya. Baydan beri savol so'ramay, gap qilmay jim turib anglayotgan Matquvanning kallasiga bir amal kelgandek bo'ldi. Savolina, iyi kun kelamga deb baqilmi keydikmi? Qasa, iyi kunki. Sobigimga ma? Ha? Amili cho'ng deydi. O odamga desak, ishdan chataq chiqamiki? Qanday deysiz? O'ydan bizni jiqqitim qumloq chimanglar deb ochiq dedi. Ya'ni qumloqning gapini qilsak, aniqli yo'limizni yetib qo'ydi jima. Unda xo'z qandaqtmiz hamda qalab tutmizmi shundoq? Albatta qalab to'maymiz. Ata, yana bir amalini qiladi. Shundoq qilib, ular hech qanday o'rinliq plan tuzamagandan keyin Saidi bilan Matquvan Qo'tiramutning uyiga berib orom erishdi. Ular bir necha soat uxlab, ko'zining ochchig'ini chiqargandan keyin mashina qaytib kelib, Lelining yo'q turganligini ko'rdi. Leli bir poch xat qoldirib qo'yib ketib qolgan edi. Saidi tag'a. Bu xatni ko'rgan chog'ingizda men mengib bo'lgan bo'laman. Men sizlar oqshom gapini qilishgan palchining izdirigini qilib qilmadim. Siz ansirmang. Dadam hayot vaqtida tonish bilishlari ko'p edi. Rasuli shundoq odam bo'lsa men cho'qim topalayman. 4 kundan keyin mushu joyda ko'rishaylik. Saidi Leli qoldirib qo'ygan xatni ko'rib xush bo'ldi. Chunki ishlar uning qiyos qilganidan ko'p osonlashib ketgan edi. Saidi ichida Lelining ishlarnomi mushuninga o'xshash oson bo'lishini umid qildi. Bu chaqda Leli aeroplanga o'ltirib Shanxayga qarab uçmoqda edi. O bu qitim Shanxayga berib Saobigimni izlab, Saobigimning yordamida har qaysi o'lka shaharlardagi cho'ng turmalarning turma boshliqlari bilan tanishib, eliq palchining izdirigini qildi. Agar Saobigim qog'i kelmasa, dadisining yaqin tanishlarini izlaydi. Agar dadisining tanishlari qog'i kelmaganda, bevosita yuqori darajalik o'rinlardagi tanishlarni izlaydi. Nimalar demagan bilan Shanxay Lelining yurti. Nurg'un elsilzodlar ilgari uning to'y taklif qo'yganda Leli parvo qilmagan. Agar lozim bo'lsa ularni izlaydi. Faqat Kamalning qaytib chiqishidan umid bo'lsa-la, Leli qo'lidan keladigan har qanday ishni qilishga rozi. Xuddi Saidi bilan Matquvonga o'xshash. Dal mush chog'da Saidi bilan Matquvonmo tayyorlik qilish bilan oldirash edi. Mana ash-pash tugicha 3 kun o'tib ketdi. Bu 3 kun jarayonida Saidi bilan Matquvon hech qanday amal topolmay, Lelining bir xush xabar ib kelishini kutdi. 4-kuni sahardala ikkisi Leli bilan ayrilgan joyga kelib saqlab o'ltirdi. O'limiga yadin kechqurun Leli qora ranglik qumkezar mashinaga o'ltirib, sur hayvi bilan yetib keldi. Mashinada kimligi noma'lum 4 odam o'ltiradi. Matquvon ularni ko'rib, past ovozda Saididan so'radi. Haygucam, bular kim tamda? Üstü beshidan qaylaganda oldida o'ltirg'ini shuqur darajalik o'rindan kelgan birari. Aqidki idamni ko'ramadim jima. Ular shundoq paranlashib turgan chaqda mashinadan o'ruq, bo'yi egiz, beshiga qora shilap kiyib, qo'lida qora ranglik yalpigich ko'tarib olgan biri tushib keldi. Ya hocam, maydam palchiday qitmoqma. Men qaylasammi shundaqdek qiladi. Ajbo Leli heli qadamni akaganmidi? Saidi ajablanib turgan chaqda mashinaning orqa eshigini ochib, yana ishkaylan tushdi. Ular mashinadan tushibla bir-birini tillashga tushib ketgan edi. Ay Ablah,
Maşinning eshigini bo'shroq qilib solmamdi. Ko'nib kirib, qavrning eshigini bo'shroq qilib solsang qanday qilamiz? Yapsam mashinani eshigini yaptim. Men ya chodadamning eshigini yapmasam. Senin mi karam? Shavsan, sen to'la tishimni tegma, ha? Oldingi ketim seni qutqizmagan bo'lsam, Jo'xorimning arvoyi san puxurlik qilgan bo'ladi. Yiliqi 1000 yillik murda esingni batu? Bu öldür. Kökü numaramı çeyizden 5 yollab qo'ymaydigan bo'lsam, shovsa bo'lmay ketay. Sen? Har ketim chayiz yo'llaydigan asl senkan-senda. Chiroyingga Nima qilmoqchisan, ha? Nima qilay desam? Qo'yib at, ha? Ili bika. cho'ngi kichkina o'ray deyishi bilan tang Lili mashinadan tushib ularni to'sib oldi. Hay. Yoka. Shavaka. Bo'ldi qisinglarchu. Lili ularni ajratgandan keyin Saidi bilan Matquvonning oldiga kelib dedi. Bu yaxshi olyo, Shavsan, qo'sh kezak. Heyliq danliq kepan o'g'irlari shu. Oy, Leyla, bular ajab yap-yash turib, kepan o'g'irlarining raisi bo'lalabdi desa? Yo'q. Saidi hayron bo'lib shundoq dedi. Shavsan Saidining oldiga kelib. Bizchi asli 50 necha yoshga kirdik. Qiyirmaslikdan suyini ichib olg'achqa, mushundaq yap-yash turibdi biz. Ha, bo'ldi, chaqchaqni qo'yib turlar. Au, shilab kiygan odam kim o? Saidi mashinaga yo'linib turgan odamni ko'zitib turib shundoq dedi. O adamning ismi Lavpalchi. Bu adamning jungoda xeyli nomi bor. Hey, siz texi bilmamsiz? Onun jo necha million tuyoq jin alvostlari bormish. Shavsan Saidining yeniga kelib shundoq degach, tishlarining yerimini chiqarib kulib qo'ydi. Ondaqda, o mashinada o'tdagan odam kim ha? Lili xon qiz qo'y kishining salohiyatini bizga badapamidi. Qaraganda maxfiy o'xshaydi. Ish qilib, bu qitim cho'ng bir harakat bor dedi. Sizlar bir depasla. Bizni o'mizdan chiqaralgudek zodi qanday ishdi u? Shuni peqir bakla taqazo bo'lib ketyapti deyman. Namandoq? Astroq mansa. Eshik tuxum chiqqanmisan? Har xil vahshiy ovozliq asarlar bakchaningda. Yo, g'ambalu, o'yliq asarning oxiri anda yaxshi asarni yo'llaydigan salondan yana birisi yo'qchima. Taklimakanda ko'rganlarim nomli komediyalik ham vahimlik asrimizning 2-bo'ligi mush yerda oxirlashdi.